Bu maskamiz prям realniy must have hamma uchun. Вот реально hammaga yoqadigan maska shu bo'ladi deb o'ylayman. Ko'z aknelarga, ровный tonga, poralarga, sallanitlarga yordam beradigan единственный maska men uchun. Peeling sifatida bugun ham sizlar bilan buni ishlatib ko'ramiz. Itak peeling sifatida yuzlarga yaxshilab siqib chiqazib olasizlar va barmoq bilan xohlasanglar ложечка mana bo'ladi-ku, специальный maskalarga nima deyiladi? Kistочка bo'ladi. Ложечка. И shunaqa qilib распределить qilib chiqaman. Buni hidi menga ro'yxatdan yoqadi. Shirin hid. Ну, sitrusovlarni hidi. Ichida shunaqa частичкалар bor. Прям как будто бы mandarinmi, живой mandarin buni ichida. Maza qilib shuni surib olamiz. Spa домашних условиях. Men где-то 1-2 minut kutaman, yaxshiroq ko'pirib oladi va keyin massaj qilib tashlayman buni. Pandachaga o'xshab qoldim. Что это? Уже 2 minutda ko'pirishga boshlab ketdi уже masaga. Вот. И eng yoqtirgan joyim bu maskani shunaqa qilib ketkazish. O'z ko'rasizlar. Maza qilib o'tiraman, shunaqa qilib qarang. Shu bu tarafda yo'qotdik-a. Bu tarafini o'tib olamiz. Bu tarafimizni ham shunaqa qilib massaj qilib chiqamiz. Peelingni qilib, burunlarimizni ham chiqazmaymiz. Voy. Va bu joyimiz yana o'zi ko'pirishga boshladi. Shuni maza qilaman. Bu tarafni yaxshilab birinchi boshida tozalab olaman. Shu, mana o'ng tarafini tozalab olamiz. Keyin o'sha bu tarafga o'tib olaman. Bu tarafga ketkizishga boshlayman. Ko'pikchalarni. Shu, endi yana bu tarafimiz oq bo'lib qoldi. Sal kuchga boygidek ko'pirib chiqadi. Nima buni kutmayman, yana peeling qilaveраman. Har safar o'ylayman, qachon o'sha mashinasi tugaydi. Ko'pirishni, lekin bir marta qilib tugamagan. O'sha shunaqa eksperiment qilib ko'rganman, umuman tugamaydi ko'pirish. Yana. Shu bo'ldi, massaj qilishni tugatdim. Buni endi yuvorsak bo'ladi iliq suv bilan. Bu maskadan keyin yuzlar shunaqangi yaltirab turadi. Maza qilaman shu effekt ko'rganimda.